oralaringizda avval ishtirok etganlar ham bor, ishtirok etmaganlar ham bor. Birinchi Kaizen Yaponiya kompaniyalari rivojlanish kaliti. Bu nimaga aynan shunday nomladim? Masaki Imai o'sha Kaizen to'g'risidagi kitob muallifini ham aynan birinchi kitobining nomi shunday bo'lgan. Xo'sh. Kurs haqida qisqacha aytaman. Seminarlar davomiyligi shu 24-martdan, ya'ni bugundan to 28-aprelgacha bo'ladi, xudo xolasa. Tog' kunlari o'tkazish reja qilyapmiz. 16 ta seminar bo'ladi. Umumiy uzoqligi 1 soatdan 1,5 soatgacha bo'ladi. Endi savol-javob ko'p bo'lsa 2 soat ham. Xo'p, o'qitiladigan soha Kaizen, ya'ni yapon metodologiyasi. Imkon qadar harakat qilamiz. Qashqadaryo viloyatida soliq boshqarmasi yoki soliq bo'limlarida, Qarshi shahar soliq bo'limida ishlaydigan o'sha mas'ul shaxslarni ham chaqiramiz. Ular kurs o'tib beradi. Ya'ni sizlarning soliqqa oid qanday savolinglar bo'lsa, bemalol javob bera oladi. Endi Kaizen tarixi haqida gapirishni boshlaymiz. Shu hujum qilgandan so'ng Pearl Harborga Amerika Yaponiyaga qarshi urush e'lon qiladi. Bu 45-yil avgust oyigacha davom etadi va Hiroshima deydi yaponlar o'zi va Nagasaki shaharlariga atom bombasi tashlagandan so'ng imperatori kapitulyatsiya e'lon qiladi. Kapitulyatsiya natijasida Yaponiya doimiy qo'shinga egalik qilmaydigan bo'ladi va so'zsiz taslim bo'ladi. Qayta rivojlantirish, ya'ni Yaponiyani qayta oyoqqa turg'izish harakatiga tushadi. Buni natijasida ikkita mutaxassis, William Edwards Deming hamda Juran kabi mutaxassislarni yapon korxonalariga yuboradi. Bu aynan ularning harakatlari, ularning mana shu tashrifi Kaizenni yaratilishiga asos bo'ladi. Mana Deming sikli deyishadi, buni ko'rishinglar mumkin. O'rtada turgan narsa bu muammo. Avval ham aytganman, hozir ham endi qayta takrorlayman. Muammoni yoki atrofida doim harakatimiz davom etadi. Buning natijasida birinchi Deming sikli yoki PDCA yoki Deming Shuhart sikli deyishadi buni. Buni ma'nosi shu, ya'ni bosh harflardan olingan P, D, C, A, ya'ni plan, rejalashtir, do, bajar, check. Mana shu rejalashtirdingiz, bajardingiz va o'sha rejalashtirib bajarganingizda siz muammolarga duch kelasiz. Ana shu muammolarni tekshir, ya'ni tahlil qil. Tekshirish natijasida olgan xulosalaringizga yarasha keyingi harakatlaringizni amalga oshiring, ya'ni действуй. Bunda deylik reja qildingiz, 10 mingta nimadir ishlab chiqarish, deylik shirinlik deylik. 10 korobka shirinlik ishlab chiqarishingiz kerak. Bajardingiz. Bajarish jarayonidagina siz muammolaringiz hal bo'ladi, ya'ni aniqlanadi. Aniqlaganingizdan keyin deylik, o'sha yerda sizni ikkita pechka edi, ikkita pechkangiz yetmay qoldi. To'g'rimi? Yoki bittasi ishdan chiqib qoldi. Ana shu hammasini tekshirib chiqasiz. Qaysidir ishchingiz kasal bo'lib qoldi, qaysidir mavsumda, ya'ni ro'za mavsumi bo'ldi yoki qanaqadir bayram mavsumi bo'ldi, 10 ta korobkadan ham ko'proq talab paydo bo'ldi. Mana shu narsani tekshirasiz va o'shanga yarasha keyingi bosqichga o'tayotganingizda o'shanga yarasha harakat qilasiz. Ya'ni pechkani buzilmaslik sabablarini ko'rib chiqasiz. Masalan, qayeri ko'p buzilyapti. O'sha buziladigan joyini imkon qadar masalan 6 oyda almashtirish kerak bo'lsa, tentini 5 oyda almashtirasiz. 5 oyda ham bo'lmasa 4 oyda almashtirasiz. Lekin oxir oqibat zolotaya seredinani topasiz. Mana shu narsani William Edwards Deming o'zini qarashlarini yapon mutaxassislariga tushuntiradi. Yapon mutaxassislari buni natijasida birinchi navbatda Toyota kompaniyasida Kaizenni ishlab chiqarish jarayonlariga tatbiq etadi 13-yillarda. Va buni natijasida 80-yillarga kelib Yaponiya butun dunyoda avtomobil ishlab chiqarish bo'yicha birinchi o'ringa chiqib oladi. Ishlab chiqarish va eksport qilish bo'yicha. Bunda Toyota kompaniyasi ishlab chiqarish tizimida Kaizen asosiy o'rin tutadi. Bunda har bir xodimning ishtiroki va taklif berish huquqi ta'minlanadi. Natijada Toyota tezkor va samarali ishlab chiqarish tizimini shakllantiradi. Xo'p, o'zi buni
tarixini oxirigacha tugataylik, keyin qiziqarli ma'lumot beraman. Kaizen tarixi, xo'p, 80-90-yillarga kelib Kaizen g'oyasi butun dunyoga tarqala boshlaydi. Tarqala boshlash natijasida Masaki Imai o'zi mashhur kompaniya bor, Philips degan Niderlandiyaning kompaniyasi. Shu Niderlandiya kompaniyasida Masaki Imai faoliyat yuritadi. Bu o'zidagi tajribalardan foydalanib Kaizen Yaponiya kompaniyalarining muvaffaqiyatining kaliti nomli kitobini nashr etadi 86-yilga kelib. Aynan mana shu kitob nashr etilgandan so'ng xalqaro darajada Kaizenni tanitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu vaqtdan boshlab Kaizen g'oyalari Yevropa va AQSh kompaniyalari tomonidan ham qabul qilindi. Endi 2020-2024 hozirgi davrga kelib, insonlar tushunib yetadiki, o'zi umuman faqatgina ishlab chiqarish, korxonalar yoki zavodlarda emas, inson hattoki shaxsiy hayotida ham foydalansa bo'lishini ular tushunib qoladi. Xo'p, endi sizlar savol berishingiz mumkin. Nimaga yoki nega AQShda PDCA rivojlanmadi? Ya'ni Deming sikli o'zi aslida AQShda paydo bo'ldi. Nega u aynan Yaponiyaga kelib rivojlandi? Amerika boy davlat bo'lgani uchun. Xuddi shunday. Ya'ni bu nega ishlab chiqarilganida, ya'ni bu ishlab chiqilgan PDCA, ya'ni Deming siklini ishlab chiqishga turtki bo'lgan narsa Amerikani urush davrida hamma resurslarini imkon qadar iqtisod qilishga qaratilgan. Amerika urushdan chiqqandan so'ng bu Amerikaga kerak bo'lmay qoldi. Chunki Amerikada yetarlicha resursga ega edi o'sha paytda. Lekin afsuski Yaponiya unaqa emas. Yaponiyada hattoki yer osti boyliklari ham yetarli darajada emas. To'g'ri, suv, yog'och mahsulotlari yetarlicha bo'lishi mumkin, lekin yer osti boyliklari, metal, qora metal, rangli metal juda ham tanqis. Doim chetdan import qilishga majbur bo'ladi. Endi Kaizen haqida sizlarga podrobniroq, ya'ni yanada detallari bilan aytishga harakat qilaman. Bu aytganimdek 20-asr o'rtalarida Yaponiyada paydo bo'ldi. Doimiy rivojlanish ma'nosini bildiradi. Изменение, улучшение, ya'ni o'zgarish, yaxshilanish ma'nolarini bildiradi. Kaizen. Bundan tashqari, ushbu falsafa biznesni tizimlashtirish, strategiyalashtirish, samaradorlik va sifatni muntazam ravishda yaxshilanishga qaratilgan. Kaizen biznesda isrofgarchilikni aniqlash va bartaraf etish, ish jarayoni samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish jarayonida boshqaruv darajasidan tortib ishchilargacha barchaning ishtirokini ta'minlaydi. Umumiy olib qisqa qilib aytadigan bo'lsam, Kaizen bu sarguzashtlarga to'la sayohat deb tasavvur qilaylik. Bunda hodisadan sababga o'tamiz. Ya'ni qandaydir baxtsiz hodisa bo'ldimi? Undan sababiga o'tamiz. Yoki natija, mana yaxshi bir natijaga erishdingiz, endi uni jarayonga o'tamiz. Qani shu natijamga nima olib keldi? Keyingisi, kattadan kichikka erishgan katta yutuqlaringizni detalga bo'lib chiqasiz. Qani qaysi qadamlarim menga yaxshilikka olib keldi, qaysi qadamlarim ishimni orqaga ketishiga sababchi bo'ldi. Ya'ni majburlashdan rivojlanish uchun ilhomlantirishga. Mana shu Kaizenni qisqacha qilib olganda ma'no maqsadlariga aynan to'liq mos keladi. Undan tashqari Kaizen doimiy rivojlanish. Bunda hamma rivojlanish kerak. Har kuni rivojlanish kerak va hamma joyda, har yerda. Mana sizlarga endi Kaizenni paydo bo'lish tarixini qisqacha qilib mana tushunishinglar uchun ko'rsatib bermoqchiman. Bu juda ham tushunishga qulay. Toyota Sakichi bu odam Kichiro Toyodaning otasi, ya'ni Toyota kompaniya asoschisining otasi. Bu inson avvaliga tikish mashinalari ishlab chiqqan. Undan so'ng uning o'g'li Toyota kompaniyasiga asos soladi. Toyota kompaniyasiga asos solganida ishlab chiqarish jarayoni konveyer usulida ishlab chiqarilgan. Undan keyin Toyotadan kompaniyasiga boya aytganimdek Taiichi Ono degan inson yashagan, ishlagan, o'sha Toyota kompaniyasida faoliyat yuritgan. William Deming Yaponiyaga tashrif buyurganda William Demingning g'oyalarini Taiichi Ono ham tatbiq qilishga harakat qiladi va bu Toyota kompaniyasiga shunday konveyerda oddiygina ip tortadi. Ip tortadida tasavvur qiling, mashina ishlab chiqarish jarayoni birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich, to'rtinchi bosqich, to'g'rimi? Ana o'sha
bosqichga oddiy bitta ip tortadi, ipga pastga tortishga qulay bo'lsin deb yana bitta iplar qo'yib chiqadi va bu yerga qo'ng'iroqcha qo'yib qo'yadi. Endilikda mashina keldi. Avval bunday bo'lgan, ishlab chiqarilgan, deylik, kuzov ishlab chiqarilgan. Kuzovdan keyin uni bo'yashgan, bo'yagandan keyin ehtiyot qismlarini qo'ygan va oxirida motor qo'ygan. Bo'ldi, lekin qaysidir bosqichda muammo chiqib qoldi deylik, brak. To'g'rimi? Brak bo'lib qolganda, endi tasavvur qiling. 3-bosqichda brak borligi aniqlandi. Ehtiyot qismini yechib olish kerak. Orqaga qaytadi, kraskani o'chirish kerak, ma'lum bir qismini. Undan keyin o'sha kuzovdagi brak bo'lgan qismini svarkalash kerak, to'g'irlash kerak. Ammo undan keyin yana kraskalaydi. Bu birinchi navbatda nimaga olib keladi? Birinchi navbatda bitta mahsulot ishlab chiqarishingizda uzoq muddat ketishi. Ikkinchi masala, bu sizni mijozlaringiz ko'proq kutib qolishi va mijozlaringiz agarda siz o'tkazib yuborsangiz bilmasdan o'tkazib yuborsangiz, brak mahsulotni mijozlaringizga qo'liga yetib borishi va sizni kompaniyangizga bo'lgan ishonchni so'nishiga olib keladi. Tajribalardan o'rgangan holda Masaki Imai 2023-yilda vafot etgan yaponiyalik boya aytganimdek Kaizen kitobini muallifi shu kitobni yozadi. 86-yilda nashrga chiqargandan keyin butun dunyoga mana shu lean management deyiladi. O'zi umuman lean management degani бережливое производство yoki бережливое управление deyiladi. Bu ma'nosi imkon qadar samarali boshqaruv, samarali menejment. Xo'p, aynan mana shu kitobi butun dunyoga tarqalgandan so'ng Kaizen nomini katta kompaniyalar ishlatishni boshlaydi. Sizlarga hozir yana tushuntirishga harakat qilaman. Kaizen'da doimiylik juda ham muhim. Kaizen'da doimiylik muhim. Mana oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, Kaizen bu mayda qadamlar va mayda qadamlar bo'lishiga qaramasdan doimiylik evaziga yuqorilashib ketaverasiz. Mana oddiy quyon va toshbaqa haqida erta kim biladi? Hamma biladi. Quyon bilan toshbaqa poyga o'ynaydi. Poyga natijasida ular kelishib olishadiki, bir manzilga kim birinchi borsa, o'sha g'olib bo'ladi deydi. Va ular poyga o'ynaydi. Poygani oxiriga kelib quyon marraniga yaqin qolganda men o'zi deydi, ozroq charchadim, bir dam olaman deydi, lekin toshbaqa to'xtamaydi. Mana shu natijasida bu ham bir Kaizenning bitta qismi. Endi Kaizen bilan innovatsiyaning farqini kim ayta oladi menga? Qarang, mana bunaqa narsada sizlarga oddiy misol qilib tushuntirib beraman. Kaizen mana bunaqa narsa. Men hozir mana shu xonani oxiriga borishim kerak, to'g'rimi? Xonani oxiriga borishim kerak. Oyoq elayman, tasavvur qiling. Birinchi sekin bir qadam qo'yaman, ikki qadam qo'yaman-da, paypoq kiyaman. Keyin uchinchi qadam qo'yaman-da, oyoq kiyim kiyaman. Undan keyin samokat, keyin velosiped, Kaizenniki. Velosiped, undan keyin mototsikl, keyin mashina, keyin eng tez yuradigan boyagi F1 Formula 1 da mashina nima? Ana shunday nimanda manzilimga yetib olaman. Kaizen shu. Innovatsiya shuna kelaman, mototsikl bilan bo'ldi. Tasavvur qilinglar. Kaizen sizlarga nima beradi? Ortiqcha kuch sarflamaysizlar, ortiqcha mablag' sarflamaysizlar, asta-sekinlik bilan rivojlanib boraverasizlar. Innovatsiya sizdan katta mablag' talab qiladi. Chunki biror bir tasavvur qiling, bu aytdim-ku, mana shu manzilga yetib borishim uchun menga mototsikl kerak. Men mototsikl sotib olishim kerak. Mototsikl arzon pul turmaydi. Sizlar ham masalan texnologiya qilyapsizlar, biror nima ishlab chiqaryapsizlarmi? Innovatsiya qilmoqchi bo'lsanglar, deylik, kattaroq pech olib kelmoqchisiz. Bu o'zib qaraydi, kuyishni oldini oladi, o'sha ma'lum bir darajaga olib boradi. Lekin u pech sizni cho'ntagingizga mos kelmasligi mumkin. Narxi. Mana shuni inobatga olgan holda siz yo'lingizni tanlashingiz kerak. Ya'ni men innovatsiya xohlaymanmi yoki Kaizenmi? Kaizen'da boya aytganimdek asta-sekinlik bilan birinchi bir qadam, ikkinchi, uchinchi va bu yerda urg'u doimiylikka beriladi. Ya'ni doimiy bo'lsin, oz-ozdan doimiy. Endi sizlarga mana oddiy misol bilan doimiylikning kuchini ko'rsatib bermoqchiman. Mana bu yerga e'tibor bersanglar, oddiy
misol. Suv toshni kesa oladimi desa hech kim had deb ayta olmaydi-da bir boshiga. Lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu yerda suv oddiy misol qilib ko'rsata olamiz. Mana 15 yil davomida mana shunday shakliga keltiryapti. Mana 25 yil davomida bir tomchi suv toshni mana bu 50 yil davomida. Ya'ni bu yerda mana shu doimiylik nega muhimligi oddiy misol bilan keltirilgan. Endi har doimgidek bir eski Michelangelo Buonarroti gapini takrorlashdan charchamayman. Juda ham menga yoqadigan so'z. Bu kishi italiyalik mashhur rassom va haykaltarosh. Mana bu asari juda ham mashhur Italiyada. Bundan tashqari David haykali e'tibor beringlar, hattoki qo'l tomirlarigacha mukammallik bilan. Endi tasavvur qiling, Michelangelo Buonarroti 15-asrda yashagan. Italiyada yashagan haykaltarosh. Shu darajada mukammallik bilan yaratgan. Shunda bir kishi so'ragan ekan, siz qanday qilib shunday go'zal asarlar yaratasiz deganda, bir butun toshni olaman va undan keraksiz joylarni olib tashlayman. Kerakli qismlarni olib tashlayman. Eng qolgani ana shunday chiroyli asar bo'ladi. Ya'ni siz ham biznesingizdagi keraksiz muda deydi-ku, isrofgarchilikni olib tashlang, mana shunday go'zal bo'ladi, rivojlanadi. Kaizenni 5S prinsipi. 5S prinsipi bu Kaizenga kirish qismi hisoblanadi. Bu yerda sizlarga muhim qismini takrorlashni xohlardim. 5S o'zi 2S dan paydo bo'lgan. Bu yerda 2S eng muhimi. Mana shu 2S va 3S. Tasavvur qilyapsizlar? Mana Seiri va Seiton. Mana shu Seiri va Seiton bu avval boshida 2S deyilgan. Buni asosiy maqsad birinchi saralab olasiz. Ya'ni siz o'zingizda bor potensialni, masalan, shaxsiy hayotimda foydalanaman desangiz, o'zingizda bor shaxsiy potensialingiz bor. Kimdir yaxshi rasm chizadi, kimdir deylik yaxshi qo'shiq aytadi, kimdir zo'r yuguradi, kimdir futbolda zo'rdir. Mana Abduqodir Husanov qayergacha chiqib keldi. Kimdir boksda yaxshidir, to'g'rimi? Endi siz o'z shaxsiy hayotingizdagi siz maqsadingizni aniqlab olasiz. Ya'ni meni maqsadim nima? Men futbolchi bo'lmoqchiman, men mahsulot ishlab chiqarmoqchiman yoki men bokschi bo'lmoqchiman. Shunda keraksiz qismini olib tashlaysiz hayotingizdan. Ya'ni siz futbolchi bo'lmoqchimisiz, qo'shiq aytishingiz kerak emas. Undan voz kechasiz. Yoki mahsulot ishlab chiqarmoqchisiz, shirinlik ishlab chiqaryapsizmi? Demak, sizga kerak yo'q, drill kerak emas, svarka kerak emas, to'g'rimi? Ya'ni siz ishlab chiqarmoqchi bo'lgan hududda faqat mahsulotingiz ishlab chiqarish uchun kerak bo'lgan o'sha buyum, uskuna, umuman skills, soft skills deyiladi, malaka. O'zingizdagi malakani qoldiring bo'ldi. Ana uni qilganingizdan keyin ortiqchasi, ya'ni sizga kerak emas bo'lganini kimgadir bering, kimgadir sovg'a qiling, kimgadir soting. Nima qilib bo'lsa ham o'shandan qutulish kerak. Yoki boshqa biznesingiz bo'lsa, o'sha yerga kiritishingiz kerak. Ana undan so'ng tartibga keltirasiz. Tartibga keltirish jarayoni qanday bo'ladi deb so'rasangiz, Seiton deyiladi. Tartib mana bunday bo'ladi. Mana bu Seiton. Mana sizni ishchilaringiz ish joyi shunday bo'lishi mumkin edi, misol uchun. Lekin mana hattoki telefonga e'tibor beringlar. Shunchalik joydan unumli foydalanilgan, ya'ni ochiq partada ochiq maydon. Bir vaqtning o'zida bitta ish bilan shug'ullanish, undan tashqari har bir qilinadigan ishlar yopishtirib chiqilgan. Bu yerdachi, bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, juda ham palapartishlik ko'p. Bunda inson fokusini yo'qotadi, qilayotgan ishini yo'qotadi. Nima qilmoqchi bo'lganligi esidan chiqib ketadi. Undan tashqari mana before after. Bu ustaxona shaklida qo'yilyapti. Buni ana shunday qilasan degan qoida yo'q. Oltin qoidasi mana bunaqa. Siz o'zingizga kerakli bo'lgan asbob uskuna yoki buyumni 1 daqiqadan kam vaqt ichida topa olishingiz kerak. Deylik, hozir siz nimadir ishlab chiqaryapsiz va o'sha uskunangiz buzilib qoldi. Pechka deylik. Pechka buzilib qoldi yoki teni kuyib qoldi.
sizga kerak bo'ladigan mahsulotlar yoki asbob uskunalar 1 daqiqadan kam vaqt ichida yoki o'sha ehtiyot qismini 1 daqiqadan kam vaqt ichida topa olishingiz kerak. Mana shu Seyton deyiladi. Mana ikkovini qilib bo'lgandan keyingina mana oddiy misol o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bu o'z ko'zim bilan ko'rgan, borib Yaponiyada tushirgan rasm. Bu Yonitomi o'sha jun mahsulotlari ishlab chiqaradigan korxona. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, o'sha korxonada jun mahsulotlariga ishlov beradigan uskunani tuzatish uchun kerak bo'ladigan barcha asboblar, instrumentlar. Oddiygina mana e'tibor bering, hech qanaqangi bir qimmat material qilinmagan. Hammasi oddiy. Mana bu Karakuri Kaizen deyiladi. Hozirdan sizlarni tanishtirib boray. Ya'ni oddiy tabiat qonunlaridan foydalangan holda ortiqcha, masalan, mana shuni oddiy qo'yib qo'yish ham mumkin edi. To'g'rimi? Uni ko'tarib, yurg'izib, men ko'tara olaman, Jahongir ukamiz ko'tara oladilar, bu yoq ko'tara oladilar, lekin ayol kishi shuni ko'tarib yurish to'g'ri keladi. Ayol kishi ishlaydi. Undan tashqari, mana shu oson harakatlanadi. Mana e'tibor beringlar. Deyarli har bir o'sha uskuna, asboblar hammasi lегко передвигаются, ya'ni osonlik bilan harakat qilish mumkin. Sizlarga bekorga aytmadim, e'tibor beringlar. Seyton, seri va Seyton ketma-ketlikda birinchi amalga oshirilishi kerak. Siz biznes egasisiz. Biznes egasi bo'la turib, pizzani tayyorlash uchun keladigan instrumentlar bor. O'sha instrumentlarni qayerda turishini siz yaxshi bilasizmi yoki siz xodimingiz yaxshi biladi? To'g'rimi? Xuddi ana shunday. Hammasidan maslahat so'raysiz va asosli ratsional maslahatlarni olib, hamma uchun standartlashtirasiz. Qo'llab-quvvatlash. Endi tasavvur qiling. Bugun ishladik, hammamiz, to'g'rimi? Hammamiz ishladikda mana shu jarayongacha olib keldik. O'zimiz ham hayron qoldik, qoyil dedik. Mana shuni hammasini qo'ydirdik, mixlab, qoqib, tartiblab, hattoki ключlarni ham ketma-ketlikda qo'ydik. Bir kundan keyin teginmasangiz ishchilaringiz ahvolini ko'rasiz. Mana bu ключ mana bu yoqda, mana bu qaychi mana bu yoqda, bu yoqda, hammasi mana deb ketadi. Shuni olib ishlatdim, yana qayta olib qo'ymaydi. Ana o'sha qo'llab-quvvatlashga keladi. Qo'llab-quvvatlashda gap ko'p. Siz ming bularni qilganingizdan foyda yo'q. Qo'llab-quvvatlash, ya'ni o'zingiz o'shaning ustida turib nazorat qilmasangiz foydasi yo'q. O'zingiz amal qilmasangiz foydasi yo'q. Mana shunday shaklda ishlaydi. Endi boya aytganimdek, yana bir boshdan takrorlaymiz. Seri birinchi keraksizga ajratdik. Seyton tartibga keltirdik. Ya'ni 1 daqiqa ichida eng yangi kelgan ishchiz ham falonchi ключni olib kel, pistonchi amburni olib kel yoki qandaydir instrument topib kelsangiz, o'sha xodim borib doskadan olib kela olishi kerak. Bu ikkovini qilgandan keyin ozodalik. Ozodalik nimaga kerak? Bilasiz, hammamizga ozodalik bu baraka. Birinchi navbatda, ikkinchi navbatda ozodalik bo'lgan joyda siz ishlab chiqarayotgan mahsulotingiz toza bo'ladi. Bu siz mijozlaringizni sizga bo'lgan ishonchini orttiradi. Deylik, bittagina o'sha siz mahsulotingizdan qil topildi deylik. Yoki noxush holatda bu. Bu sizni brendingizga bo'lgan ishonch o'ldi degan. Ya'ni bitta mijozingizni yo'qotdingiz, hech bo'lmaganda. Bu agar ikkinchisiga aytsa, ikkita mijoz, u ketdi keyin. Endi standartlashtirish, siz olgan maslahat, taklif va hokazo o'zingiz olgan tajribalaringizdan kelib chiqqan holda hammaga teng qilasiz. Ya'ni hammang qizil ko'ylak yoki hammang galstuk taqasan, hammang do'ppi kiyasan yoki va hokazo, u har qanday holat bo'lishi mumkin. Yoki siz ishlab chiqarish jarayoni temirga ishlov berish bo'lsa, o'sha yerda xavfsizlik jiletlari, kaska, to'g'rimi? Va hokazo. Shularni hammaga standartlashtirganingizdan keyin o'zingiz o'shalarga amal qilinishini nazorat qilasiz. Bularni hammasini qilganingizdan mana buni qilmasangiz foydasi yo'q. Bularni birortasi ortiqcha emasda. E'tibor beryapsizlarmi? Boyagi haykaldagidek bitta toshni oladigan bo'lsangiz, yoniga qo'shgani ham biror nima topa olmaysiz. To'g'rimi? Yo biror nima qo'shsak bo'ladimi? Kimda taklif bor? Mana shunday shaklda ishlaydi. Pastdagiga e'tibor bersangiz, mana saralayapti, keraksizlarni yo'qotyapti, tozalik,
tartibga qo'yapti va o'zi doim o'shanga amal qiladi. Ko'proq bo'lsanglar juda bir tanishuv qismi bor edi. Tanishuv qismini hozir imkon qadar oxirroqda o'tkazamiz. Xo'p, endi 3M prinsipi. 3M prinsipi bu o'sha yapon kaizenning eng muhim qismlaridan sanaladi. Sababi bu yerda muda haqida gap ketadi. Muda bu har qanday qilinadigan isrofgarchilik. Har qanday isrofgarchilik. Masalan, biznesda siz mahsulot ishlab chiqaryapsiz, to'g'rimi? Mahsulot ishlab chiqarayotganingizda o'sha mahsulotingizni ma'lum bir qadriyati bo'ladi. Ya'ni qadri. Sizning mijozingiz aynan nega sizni mahsulotingizni tayyor yoki tanlaydi. O'sha tanlovni sababi nima? Birinchi navbatda. Endi o'sha tanlovni sababi bo'lmaydigan qismlari ham bor. Masalan, ortiqcha paketga o'rashingiz. To'g'rimi? Bitta mahsulotni ko'rganmiz o'zimiz ham. Birinchi paketga o'raydi, ichidan qog'oz qo'yadi, uni ichidan zar qog'oz. Shuni bitta oddiy paketga o'rasa bo'ladi. Bu ham o'sha qolgan ikkita paketi bu muda hisoblanadi. Isrof har qanday shaklda bo'ladi. Sizlarga mana Nanatsuno muda deydi bu yapon tilida. 7 waste, ya'ni 7 ta isrofgarchilik turlari. Bu ko'p ishlab chiqarib olsangiz bitta isrof. Bundan tashqari masalan tasavvur qiling. Bitta mahsulot ishlab chiqarishda tabiiyki siz xomashyo sotib olasiz. Deylik matras ishlab chiqarish, to'g'rimi? Matras ishlab chiqarishda bitta xomashyo sotib oldingiz, u yoqdan paralon oldingiz, bundan prujinka oldingiz, material oldingiz, ishchingizga pul to'ladingiz, mahsulot ishlab chiqardingiz. Mahsulot ishlab chiqarish natijasida nima bo'ladi? Ko'p ishlab chiqarib olganingizdan keyin mahsulotingiz ketmay qoldi. Lekin siz xomashyoga ham pul to'lashingiz kerak, ishchiga ham pul to'lashingiz kerak. Va hattoki o'zimizda unchalik bo'lmasligi mumkin, lekin Yaponiyada har bir qarich yer pulda. Masalan, men endi aynan O'zbekistonni Yaponiya bilan taqqoslamoqchi emasman. Imkon qadar o'zimizda ham borgan sari, ya'ni omborlarda saqlash pulli bo'lib boryapti, to'g'rimi? Qarshi shaharda, ya'ni sizga yaqinroq bo'ladigan joyni topish bu juda katta muammolardan biri. Ortiqcha mahsulot ishlab chiqarib qo'ydingiz, sotmayapsiz, siz uchun o'lik pul. Sizda o'sha yerda pulingiz yotadi. Waste of time on hand, ya'ni vaqtni isrof qilish, ya'ni o'zi ishlaydigan apparatni oldiga bitta ishchi qo'yib qo'ydingiz, u o'tiradi, uyqusirab, nima bo'ladi? Unga ortiqcha oylik to'layapsiz, u o'zini salohiyatini ko'rsatmayapti, apparat bo'lsa shundoq ham ishlab chiqaraveradi. Keyingisi transportationda, ya'ni omboringizni siz ishlab chiqaradigan joydan uzoq yaqinligi yoki ortiqcha borishda keldi. Bitta yarim kilo un uchun ham borib keladi, 1 kilo un uchun ham borib keladi. Bu ham vaqt ketyapti, o'sha ishchingizni kuchi ketyapti. Bu bekorga vaqtini yo'lda o'tkazib yuboryapti. Bundan tashqari ishlab chiqarishda isrof. Mahsulot, xomashyoni ishlab chiqarishda ortiqcha yoki to'kib yuborish, tuzni, unni, bu ham 100 gramm ham baribir pulga kelgan sizga 1 so'm bo'lsa. Bundan tashqari ehtiyot qismlar isrofi. Ehtiyot qismlar tasavvur qiling, mana tenni sotib qo'ydingiz, 20 ta ten. Pul o'sha ham. Ertaga zamon rivojlanaveradi, sizga kerak bo'ladigan har bir uskuna, pech yoki boshqa mahsulotlar hammasi baribir almashtirishingizga to'g'ri keladi. Nuqsonli mahsulot, brak mahsulot ishlab chiqarish. Bu aytganimdek sizni mijozingizni, ko'nglini sovutadi, sizga bo'lgan ishonchni yo'qotadi. Keyin ishchilaringizga kamroq oylik berasiz, ishchilaringiz ketib qolish ehtimoli bo'ladi. Ya'ni bunda imkon qadar e'tiborli bo'lish talab qilinadi. Keyingisi harakat qilishda isrof. Bu aytganimda e'tibor bering, bir kishi bir joyda turib Italiya oshxonalarida hamma narsa o'zini yonida bo'ladi. Hatto shu o'qlovdan tortib boshqa mahsulotlargacha qo'l yetarli joyda. Ya'ni harakatda isrof degani men hozir tushib bitta narsani pastdan o'chirib chiqishim yoki kompyuterimni pastga qo'yib chiqishim, har bir slayd o'tkazganda qiladigan ishlarim hammasi isrof. Keyingisi mudani tushundik-a? Endi muri. Mura bu inconsistency, ya'ni siz amalga oshirayotgan biznesda ish yuklamasini nomuvofiqligi. Inconsistency degani nomuvofiqlik. Ya'ni bitta ishchingizga ko'proq ish berasiz, ikkinchisiga kamroq, uchinchisiga o'rtamiyona.
mana bu ishingiz ketib qolishiga olib keladi. Bundan tashqari deylik 3 ta mashinangiz bor. Bittasida ko'proq mashina tashiysiz, mahsulot ko'proq jo'natasiz. Shu mashinangiz ko'proq buziladi. Qolganlari yangidek turadi. Ya'ni doim balansiga e'tibor berishingiz kerak. Bu ishchi bo'ladimi, instrument bo'ladimi, mashina bo'ladimi, texnika bo'ladimi, har qanday holatda. Bundan tashqari bitta ishchi olib o'shanga ko'proq beraversangiz, talab qilaversangiz nima bo'ladi? U keyinchalik o'sha ishchingiz kasal bo'lishiga olib keladi, charchashiga, mashinangiz buzilib qolishiga, ya'ni ishonchsizlik ortadi.